$35,000 ga zakaz qilib, azizlar, o'tirishimga ahamiyat bermaysizlar, chunki bunaqa mebel o'tirgandan keyin shunaqa odam o'zini his qilar ekan. Xullas, maslahat kerak bo'lib turibdi. Kabinetli mebel, naturalniy dubdan yasalgan 100% stenka ham, kresla naturalniy koja, 8 tali stul, pisminisi. Oyoqlari pulni o'sha qo'lda mehnat qilib o'yilgan. Oramizda mebelchilar ko'p. $35,000 ga zakaz qilib Angliyadan olib kelingan ekan. United bo'y Angliya bo'ladimi? Endi nech pulga sotishni bilmayapman. Xullas, fikr qoldirsanglar yaxshi bo'lardi, maslahat beringlar. Nech pulga sotsam to'g'riroq bo'ladi. Bu mebel shunaqa narsaki, qayta topilmaydigan mebel. Faqat zakaz qilsangiz olib kelib bersa bo'ladi menimcha. Bunaqa narsa men hali beri ko'rganim yo'q. Stol ustidan o'sha shipon qilingan, oyoqlari yog'och, stenka 5 metr. Alohida qilib qo'ysa. Xullas, azizlar, stol stuli 8 talik, 1.55 ga 2.25. Bemalol biznes loyihani o'tirib, maza qilib, suhbat qilsangiz bo'ladi. Bu seriozli narsa, bishovka narsa emas. O'tda ko'rgan edim, betda ko'rgan edim degan bo'lmasin. Bu faqat zakazga olib kelingan. Endi bunaqa mebelga o'tirgan odam bilmadim. Endi taxmin qilib qoldirasiz kimligini, fikringizni qoldirasiz.